Otasi bilan onasini boqib turgan yigit, onam-ku deb onasiga bir yaxshi ko'z bilan qarasa debdilar sallallohu alayhi vasallam. Bitta hajj mabrurni savobini Alloh unga ato qiladi. Hajj mabrur degani dargohida qabul bo'lgan hajni. Hajga boradi ko'p odam. U qabulmi Alloh biladi. Onasini, otasini boqib turgan yo bittalarini shu malol omiy xizmatini oyijonim deb shu mani onam deb tikilib qarashib bitta hajj savobini oladi debdilar. Sahobalar aytdi, 100 marta qarasa-chi bir kunda 100 ta hajj mabrur savob bordilar. Allohu akbar dedi sahobalar. Allohu akbar. Qaysi ishga buncha katta savob bo'ladi, ha? O'zingizni onangizga mehr ko'zi bilan qarasangiz,